Xayriya insonni ezgulikka yetaklovchi asl fazilatdir. Qiyin ahvolga tushib qolgan insonga yordam qo'lini uzatish, muhtojlarni qo'llab-quvvatlash xalqimiz qonida bor qadriyat. Biroq bu mehr va ishonchdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanadigan guruhlar ham uchrab turadi. So'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda savobli ish bahomasida turli maqsadlar uchun mablag' yig'adigan shubhali guruhlar ko'paymoqda. Ular orasida destruktiv diniy oqimlar ta'siriga tushib qolgan kimsalar ham bo'lishi mumkin. Bunday guruhlar ko'pincha insonlarning diniy tuyg'ulariga ta'sir o'tkazishga harakat qiladi. Sadaqa bersangiz katta savob olasiz. Bu Alloh yo'lidagi ish, tezkor yordam kerak kabi hissiyotlarga asoslangan da'vatlar orqali odamlarni shov-shuvlanish qaror qabul qilishga undaydi. Ko'p hollarda aniq hisobot ham, rasmiy hujjat ham, mablag' qayerga sarflanishi haqida ochiq ma'lumot ham bo'lmaydi. Eng xavflisi, siz o'tkazgan mablag' xalqaro terroristik guruhlarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi mumkin. Bunday vaziyatda bilmasdan terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi shaxsga aylanib qolishingiz hech gap emas. Masalan, Afrikada quduq qazishga yordam, xorijda diniy ta'lim olayotgan talabalarga sadaqa, yaqin sharqdagi qiynalgan dindoshlar yoki yetim yesirlarni qo'llab-quvvatlash kabi aldamchi chaqiriqlarga ishonishning oqibati ma'muriy jarimaga yoki jangarilarni moliyalashtirish aybi bilan qamoq jazosiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantiramiz. Shu sababli har bir fuqaro hushyor bo'lishi lozim. Noma'lum hisob raqamlariga, shubhali kartalarga yoki jismoniy shaxslar nomidan ochilgan mablag' yig'ish e'lonlariga darhol pul o'tkazishga shoshilmagan ma'qul. Xayriya qilishda nafaqat qalb, balki aql bilan ham ish tutish kerak. Ogohlik, ishonch va xavfsizlikni himoya qiluvchi eng muhim qoidadir.